Arab tiliga kirishdan oldin arab tilini juda ham qiyin degan tushunchalar bor. To'g'ri ketish-ketmasligida markaz yoki ustozni ham o'rni katta. O'quvchi uchun yo'l xaritasini tuzib chiqqan va uni ustida ishlaydigan shunaqa markazimiz bormi o'zi ustoz? Hozirda shuni ustida ishlab yangi ochilayotgan markazlar bor. Kutib qolishsa, xudo xolasa boshlanadi. Bir kishi keldi, ana qotilu g'ulamaka dedi. Yana biri keldida ana qotilu g'ulamika dedi. Xizmatchingni o'ldirib qo'ydim deb tushuniladi zohiran tashqaridan qaraganda. Shunda agar o'sha hukm chiqaruvchi odam nahvni bilmaydigan bo'lsa, ikkalasini ham jazolashi mumkin. Ba'zi kitoblar chiqdi shunaqa va'dalar bilan 6 oyda eshitish orqali arab tilini o'rganing. Aytganman, bu noto'g'ri bo'lib qotgan ishlar, buni o'zi bilan o'rgan bo'lmaydi. Xorij tili o'rgatayotgan ota-onalar bolasini qanaqa kontrol qila oladi, qanaqa ularga misol uchun motivatsiya bera oladi, qanaqa ular bilan hamjihatlikda ishlay oladi. Ota-ona bu til haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmay turib, bola bu tilni o'rganayotgan bo'lsa, bu tilni o'rganishdagi bog'liqlik yo'q bo'lib qoladi. Ingliz tili hozir o'quv markazlari algoritmga yetib kelganda, lekin arab tili o'quv markazlari aniq bir anaqani ushlamagan. Maktabda ona tilini deyarli o'qimagan. Arab tili o'tishdan oldin unga ona tili o'tib olishim kerak, keyin arab tili o'tishim kerak. Hozir ikkita vaqt yo'qotasizlar. Ya'ni arab tilini hozir boshlayversam, ona tilini bilishi kerak emas menga. Faqat shu arab tilidagi o'zini istilohlari bilan o'rgandida. Misol uchun ingliz tilini o'rganayotgan odamda bunaqa narsa yo'q. Masalan, birinchi harflarni o'rganib olaman, zo'r talaffuz qilib olib, keyin tilga o'taman. Boya aytganimizdek, maqsadlar har xil. Ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan odam yo'lda ingliz tilini o'rganadi. Lekin arab tilini o'rganaman deb kelayotgan odamning tushunchasi har xil. Asli fonetika ham grammatikani bir qismi-ku. Tushunmasdan turib arabcha o'qiy oladigan auditoriya faqat O'rta Osiyo davlatlarida bo'lsa kerak. Chunki Yevropa davlatlarida arab tilini o'rganaman desa, boshidan boshlab turib ma'nosi bilan o'rganadi-da. Arab tilini go'zalligiga urg'u berib ketishimiz kerak bosh-boshdan. Shu narsalarni bilish bilan nima yutqazasiz? U fonetika o'rgatayotgan bo'lsa ham, u til o'rgatyapti. Til o'rgatish uchun unda mutaxassislik bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun bir emas, ikkita ustoz ishtirokida suhbat olib boramiz. Arab tili va uni ilmlarini mutaxassislaridan Sunnatulloh Husniddin va Nusratulloh Toshqandiy. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ustoz, kuzatuvchilarimiz uchun qisqacha o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Hop, assalomu alaykum. Avvalambor kattakon rahmat shu podkastga loyiq ko'rib chaqirganingiz uchun. Assalomu alaykum. Men Sunnatulloh Husniddin, ko'p yillik arab tili ustoziman. Avval akademiya o'quv markazi asoschisi va rahbari. Shu bilan birga hozirda Yangi asr universitetida arab tili ustozi sifatida o'z faoliyatimni olib boryapman. Misrda, Turkiyada va o'zimizda Misr fan va ta'lim markazi hamda sharqshunoslik litseyi, keyin Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti va O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi bitiruvchisiman. Mashalloh. At-tanal bo'yicha C2 darajaga ega, sefar imtihonlarida ham ekspert sifatida faoliyat olib boraman. Ustoz, sizni yaxshi taniymiz, lekin ishtirokchilar uchun o'zingizni alohida tanishtirib bersangiz siz ham. Bu galgi podkastda men mezbon sifatida, ya'ni faoliyat yurg'izamiz. Ya'ni ismim Nusratulloh Toshqandiy taxallusini qo'yib olganmiz o'zimizcha. Nega Toshqandiy? Toshkentlik bizga. Endi ko'proq ustozdan foyda olish maqsadida, xudo xolasa, ya'ni ustozni suhbatlarida ko'proq ularni gapirtirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Ustoz, ko'pchilikni qiziqtirgan savollarimiz bor edi. Arab tilini qiyin deyishadi. Hatto Xitoy tilidan keyin ikkinchi o'rinda turadigan darajada. Rostdan ham shunaqami? Va nimaga bu o'sha yerda o'sayotgan bolalar uchun unchalik qiyin emas? Hop, juda ham yaxshi savol bilan boshladingiz. Ko'pchilikda shu narsa bor, ya'ni arab tiliga kirishdan oldin arab tilini juda ham qiyin, uzoq davom etadi degan tushunchalar bor va o'rganib turgan o'quvchilarda ham shu narsa bor. Boshida juda ham katta ishtiyoq bilan kirishishadi, keyin qaysidir bosqichga kelganda malollanish deymizmi, zerikish deymizmi, to'xtab qolish, uzoqlashish holatlari bo'lib qoladi. Buni bir qancha sabablari bor. Avvalo mana shu narsaga to'xtaladigan bo'lsak, arab tili o'zi qiyinmi, qiyin emasmi? Qiyin degan so'zni o'zini qanaqa tushunamiz? Agar biz qiyin degan narsani og'ir, qanaqadir bir o'rganish qiyin deb tushunsak, bu noto'g'ri. Ya'ni inson harakat qiladigan bo'lsa,
har qanaqa narsani o'rgansa bo'ladi. Uni qiyinlik darajasini o'zini harakati bilan yengil qilishi mumkin. Endi agar qiyin degan narsani biz murakkab, ya'ni keng tarmoqli, ruscha aytganda obyomi katta deydigan bo'lsak, funksiyasi ko'proq deydigan bo'lsak, man bu o'rinda murakkab degan so'zni qo'llagan bo'lardim. Arab tilida, o'zbek tilida emas, arab tilida murakkab degani bir necha narsadan tashkil topgan. Ya'ni sodda emas deganida. Arab tili sodda til emas. Ya'ni osongina o'rganib oladigan til emas. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, mashaqqati bor, darajalari bor. Xo'p, buni sabablari nima deyilsa, buni sabablari bir necha omilga borib taqaladi. Ulardan biri tabiiyki sarf nahv ilmlari. Sarf nahv ilmlari daqiqligi nuqtai nazaridan arab tili bilamiz necha ming yillardan beri o'sha islom kelishidan oldingi johiliyat davri deymizmi, u paytdagi she'riyat deymizmi, undan keyingi sarf nahv balog'a ilmlarini shakllanish bosqichlari deymizmi, bir necha asrlardan beri o'zini yuksakligini, o'zini uslubiyatini saqlab kelayotgan tillardan biri hisoblanadi. Va bunaqa uzoq yil, uzoq davr yashash uchun u til albatta murakkab bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy, soddagina bo'lishi kerak emas. Murakkabligi nimada? Hop, so'z boyligi bilamiz, 12 milliondan oshiq deb aytiladi. So'z boyligi jihatidan tillarning ichida birinchi o'rinda turadi. Uslubiyat jihati, masalan, bitta fikrni qaysi holatdaligimga qarab, kimga yetkazayotganimga qarab bir necha uslublar bilan ifodalasam bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, oddiy bitta gap, nahvda juda ham ko'p aytiladigan, Zayd Amrni urdi demoqchi bo'lsam, men Zayddan boshlaymanmi? Yoki bo'lmasam urdidan boshlaymanmi? Yoki Amrni urdi Zayd deymanmi? Nima maqsadni ifodalamoqchiligimga qarab turib tanlayveraman. Bir necha uslubda aytsam bo'ladi. Masalan, Zaydun daraba Amran. Daraba Zaydun Amran. Amran daraba Zaydun. Inna Zaydan daraba Amran va hokazo ketaveradi. Men buni ta'kidlab aytmoqchimanmi? Oddiy holatda aytmoqchimanmi? Fe'lga urg'u qaratmoqchimanmi? Kalta yegan odamga urg'u qaratmoqchimanmi? Urgan odamga urg'u qaratmoqchimanmi? Va hokazo. Bir oddiygina gapni bir necha o'ndan ortiq uslublarda aytishim mumkin. Mana shu va shunga o'xshagan jihatlari bilan so'z boyligi, bir so'zdan boshqa so'zni yasalishi mumkinligi, gapiruvchini maqsadiga qarab gapni tuzish uslublari har xil bo'lishi e'tiboridan arab tili tabiiyki murakkab til. Lekin uni agar biz ishtiyoq bilan o'rganadigan bo'lsak, boshqa tillardan ko'ra biroz ko'proq vaqt ketadi, lekin undagi imkoniyatlar ham ko'proq bo'ladi. Men juda ko'p oldin ham bir keltirgan misolim bor. Telefon misolida oladigan bo'lsak, u oldingi Nokia telefonlarni oladigan bo'lsak, ular sodda telefonlar. Oddiy odamga, yosh katta odamga ham bersak, 1-2 kunda o'rganib, tushunib, ishlatib ketaveradi. Ular sodda telefonlar. Va lekin ularning imkoniyatlari kam. Hozirgi smartfonlarni oladigan bo'lsak, o'zimiz ham kun bo'yi shu smartfonda o'tirsak ham hali oxiriga yetib olmaganmiz, to'g'rimi? Hamma funksiyalarini bilmaymiz. Bunaqa funksiyasi bor ekan, bunaqa yengilligi bor ekan desa, kirib o'tirib o'rganamiz, to'g'rimi? Haligacha bir necha yillardan beri shu telefonlarni ishlatsak ham hali to'liq imkoniyatlaridan foydalana olmaymiz. Arab tilini shunga qiyos qilsak bo'ladi. Ya'ni o'ziga yarasha murakkabligi bor, lekin o'rgangan odam uchun mana shu murakkablik katta-katta imkoniyatlarni beradi. Ham murakkab, ham ko'p funksiyali, ko'p imkoniyatli til deb aytsak bo'ladi arab tilini. Endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun kichkina bolalar arab davlatlarida yashab turib oson o'rganib ketadi, qiyinchilikni bilmaydi deyilsa, o'zi yosh bolalarni til o'rganish, yangilikni qabul qilishi kattalarga nisbatan juda ham katta farq qilar ekan. Ya'ni kichkina bola oson o'zlashtiradi hamma narsani. Yana hozirgi misolni ko'rsak bo'ladi. Kichkina bolaga qo'liga telefon berib qo'ying. Bizdan yaxshi ishlatadi. Unga hech kim o'rgatish shart emas-da. Tabiiyki, yosh bola tashqaridan kelayotgan narsalarni kattalardan ko'ra tez qabul qiladi. Shuning uchun yana bitta narsa bor. Kichkina bolalarga til o'rgatish uslubi bilan kattalarga til o'rgatish uslubi farq qiladi. Ya'ni arablarning ichida yashab tez arab tilini o'rganib olish degan narsa kichkina bolalarda zo'r ishlaydi.
kattalarda biroz qiyin bu narsa bo'lishi mumkin. Masalan, arab ustozdan dars olib uzoq yillar ham arab tilini yaxshi o'rganib olmay yurganlar borda. Nega arabdan dars olsa yaxshi o'rganish kerak u desa, to'g'ri shunaqa, lekin kattalarni qabul qilishi bilan kichkinalarni qabul qilishda ozgina farq bor. Yosh bolalar bu narsani yangi bo'lgani uchun, masalan, o'zini tilini ham yosh bola hech kim o'rgatmasa ham eshitib o'rganib ketadi-yu. Unda shunga qobiliyat juda kuchli bo'ladi kattalarga nisbatan. Hali zehni, ongi yangi bo'lib turgan bo'ladi, bo'sh bo'ladi, juda ham yaxshi qabul qiladi. Yosh kattalarda bo'lsa, bu narsa biroz ichki harakatni ko'proq talab qiladi. 3-4 yillab arab tilini o'rganib, natijaga erisha olmayotgan deb tuyulaveradi-yu odamga. Mana masalan, shu haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Ko'pchilikda bor bu muammo ham. Bu muammo nimani sababidan? Arab tilini o'rganayotgan odam boshidanoq qayerga ketayotganini bilmaydi. Masalan, ko'pchilik talabalarda ko'ramiz, boshlaydi, muhovaramni ochishim kerak deydi. Masalan, arab ustozga boradi yoki zamonaviy kitoblardan o'qib yoradi-da, keyin kimdir aytadi, "Sen sarf o'rganishing kerak" deydi. Ha, bo'ldi deb sarfni boshlaydi, yotib olib, masalan, o'tirib olib, to'xtatmay sarf o'qiydi, qoidasini yodlaydi. Keyin kimdir aytadi, "Sen nahvu ham o'qishing kerak" deydi. Keyin bir-biriga qorishtirib yuboradi. Ya'ni chalkashtirib yuboradida, "Yo'q, men o'rgana olmayapman" deb yuradi. Aslida nima qilish kerak? Aslida o'z ustozlarning vazifasi bu. Talaba yangi kelganida, arab tilini boshlayotganida unga xarita, yo'l xaritasini tuzib berish kerak. Arab tili ilmlari degan narsa bor, til ko'nikmalari bor, hammasini o'zini o'rni bor. Mana bu darajada ko'proq qoida o'rganish kerak. Mana bu darajada ko'proq tarjima bilan shug'ullanish kerak deb turib, kitoblarni, qoidalar, til ko'nikmalarini mustahkamlashlikni ketma-ketligini tuzib beriladigan bo'lsa va talaba ham tizimli ravishda shu ketma-ketlik bo'yicha o'rganadigan bo'lsa, bunaqa muammolar kamroq bo'ladi. Bu muammo asosan qayerga ketayotganini bilmasdan, goh undan, goh bundan, u kitobdan, bu kitobdan qilib o'zicha o'rganib yurgan yoki aniq yo'nalishsiz arab tilini o'rganib yurganlarda ko'proq shu muammo uchraydi. Demak, siz aytmoqchisizki, bu yerda o'quvchini ya'ni to'g'ri ketmasligida markaz yoki ustozni ham o'rni katta. Aynan, xuddi shunaqa. O'zingiz nima deysiz bunga ustoz? Xo'p, meni fikrim, ertak bor o'sha Alisa, ya'ni o'sha ertakda o'sha ikkita yo'l kelib qoladi oldiga. O'sha mushukdan so'rasa qayerga ketdingizsa, o'zi qayerga ketmoqchisan deydi-da. Farqi yo'q desa, unda qayerga yurishingni ham farqi yo'q deydi-da. Xuddi shunga o'xshab hozir o'sha arab tilini boshlayotganlarda ham menga ham shu ko'p o'quvchilar keladi. Nima xohlayapsan o'zi deyman-da. Keyin men baland daraja xohlayapman deydi. Xo'p, nima uchun xohlayapsan deyman-da. Ya'ni nima xohlayotganini birinchidan bilmaydi, ikkinchidan o'sha narsa xohlayotgan, nima uchun xohlayotganini ham bilmaydi-da. O'sha aniq oldin keyin men aytaman-da, to'xta, mana bu nuqtani belgilab ol va qancha vaqtda bormoqchisan shunga deyman-da. Keyin menga aytadi, "Men palon vaqtda borsam bo'ladimi?" deydi. "Yo'q, palon vaqtda emas, yo'q, piston vaqtda bora olasan" deb aytaman-da. Keyin o'sha bilan A bilan B nuqtani belgilab olamiz-da. O'sha B nuqtani belgilab olgandan keyin o'sha oxirigacha keta oladi-da. Lekin boshqachasiga shu ko'p o'quvchilar bor, kuzatib kelganimizda, oldindan belgilab olmasdan turib uzoq vaqtlar, ancha ham oxiri tashlab ketgan vaqtlari ham bo'lganda. Shunaqa. Xuddi shunaqa, to'g'ri aytdingiz ustoz. Oldin, ya'ni avvalidan maqsadni to'g'ri belgilab olinsa, shunga qarab yuriladigan bo'lsa, yo'l xaritasi to'g'ri tuziladigan bo'lsa, siz aytgan muammo kamroq bo'ladi. Qayerga ketayotganini biladi-da oldindan. Navigatsiya bo'ladi. O'sha yo'nalish bo'yicha ketaveradi. Maqsadsiz bo'lsa, tashlab ketish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Oldindan o'sha B nuqtani qo'yib olmagan bo'lsa, maqsadni belgilab olib keyin harakat qilmagan bo'lsa, tashlab ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shunaqa yo'l xaritasi, o'quvchi uchun yo'l xaritasini tuzib chiqqan va uni ustida ishlaydigan o'quv markazi hozir bizda arab tili o'quv markazlari o'zi ko'p bizda. Shunaqa markazimiz bormi o'zi ustoz? Bu mavzudan tashqari? Markaz miqyosida aytolmayman-u, men o'zim yaqinda universitetdagi talabalar uchun shu narsani qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha ishlashga harakat qildim. Endi buni yanada boshqa ustozlar bilan birgalikda mustahkamlab markazlarga ham tatbiq qilish harakatini qilsa bo'ladi. O'sha oxirgi darajasi bor-da. O'z arab tilida ham bor, ishlab chiqilsa. O'sha hozir ishlab chiqqan markazlardan bormi ustozim? Endi palon markaz yoki piston markaz deb biz ham ayta olmaymiz hozir, lekin
hozirda o'sha shuni ustida ishlab yangi ochilayotgan markazlar bor. Ya'ni shuni ustida reja qilib turgan. Xuddi bizadagi shu Cambridge Internationalga o'xshab ingliz tilida qanaqa rivojlanib ketishgan bo'lsa, xuddi shunaqa faoliyat ustida reja asosida ish boshlayotgan arab tili markazlari ham bor. Kutib qolishsa, xudo xolasa boshlanadi. Chunki mana shuncha yildan beri ta'lim ichida bo'lgan bo'lsam, har doimgi o'quvchini muammosi shu-da o'zi. Shuncha yildan beri izlanib topisha olmaydi, shuncha. Bitta savol. Shunaqa. Ustozim, yana bitta savol. Nahvu bu arab tilimi yo arab tili bu nahvmi? O'zi nahvu nima? Xo'p, juda ham ajoyib savol bo'ldi. Nahvu arab tili ilmlarining biri. Buni tushunishdan oldin bir narsani tushunib olishimiz kerak. Til o'rganishda ikkita muhim jihat bor. Biri til ilmlari, ya'ni nazariy jihatdan o'rganiladigan ilmlar, tilga doir bo'lgan nazariy ilmlar, qoidalar jamlanmasi desak ham bo'ladi va til ko'nikmalari bor. Agar biz tilni, qoidani o'zi deydigan bo'lsak, biz tilni bir qolipga solib cheklab qo'ygan bo'lamiz-da. Til aslida qoidalar jamlanmasini o'zi emas. Tilni buzilib ketmasligini, o'sha undagi deylik so'zlarning oxirgi harakatlarini to'g'ri bo'lishi, ma'nolarini to'g'ri bo'lishini ta'minlab beradigan ilmlardan biri bu nahv ilmi. Lekin nahv ilmini o'zini bildi degani bu arab tilini zo'r bildi degani emas. Chunki undan tashqari, nahvdan tashqari masalan ilm jihatdan oladigan bo'lsak, sarf ilmi bor, balog'a ilmlari bor. Undan keyin yana davom etadigan she'riyatga doir bo'lsin, imlo, yozish qoidalariga doir bo'lsin, boshqa ilmlar ham bor. Undan tashqari til ko'nikmalari degan narsalar bor. Shularning hammasini jamlaydigan bo'lsak, shunda o'rganuvchi arab tilini yuqori darajada o'rganishi mumkin bo'ladi. Ya'ni savolingizga bevosita javob beradigan bo'lsam, nahvu bu arab tili ilmlaridan biri bo'lib, arab tili grammatikasida gaplarning ma'nolari va so'zlarning oxirgi harakatlari qanday bo'lishini o'rganadigan ilm. Va bu arab tilini bir bo'lagi, ajralmas bir qismi desak bo'ladi. Sizda ham agar javoblar bo'lsa bunga? Men shunga ilova sifatida sizga savol bersam, ya'ni nahv mavzusi ochilgani uchun, bundan keyin ochiladimi yo'q bilmayman. I'robni hikmati nima? Ya'ni misol uchun ko'pchilik muhovaraga e'tibor qaratadigan talab ilmlar va shu doirada ustozlar ular mana shu i'roblarga e'tibor qaratishmaydi va juda aniq qilishadi. O'sha i'rob asli nima uchun kerak, uni o'zi joriy bo'lishining hikmati nima, unda xatolar bo'lsa nima oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu mavzuda ozgina i'rob to'g'risida ham bir kirsak. Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, nahv va i'rob tushunchalari, nahvni bildik nimaligini, arab tili grammatikasini gapni ustida, ya'ni gapdagi qoidalar ustida ishlaydigan qismi bu nahv. Endi i'rob nima desa, arabiy ta'rif bilan aytadigan bo'lsak, al-i'robu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Bu ta'riflardan biri. Bu ta'rifni oddiy, sodda qilib o'zbekcha aytadigan bo'lsak, kalimalarning oxirlarini, ya'ni so'zlarning oxirlarini ularga ta'sir etuvchi omillar, ya'ni gapdagi boshqa so'zlarning ta'sirida yoki o'zgarishi bilan so'zlarning oxirlarini o'zgarishi bu i'rob deyiladi. Ya'ni arab tili boshqa tillardan mana shu xususiyati bilan ajralib turadi. Ya'ni bir so'zni, masalan, kitob degan so'zni oladigan bo'lsak, uni gapni ichiga qo'yib qo'llaydigan bo'lsak, gohida kitobun bo'ladi, gohida kitaban, gohida kitabin. Mana shu o'zgarishlar muayyan bir sabab bilan bo'ladi. Shu so'z gapda qaysi gap bo'ligi vazifasida turgani va mana shu so'zga tashqari, shu gapni ichidagi bu so'zdan boshqa so'z ta'sir qilayotgani e'tibordan oxirlari o'zgaradi. Mana shu so'zlarning oxirlarini o'zgarishi va nima sababdan o'zgarayotganligini grammatik jihatdan tahlil qilish nahv ilmida i'rob deb ataladi. Endi i'robning ahamiyati nimada desak, i'robning ahamiyati gapni mazmunini to'g'ri tushunish va gap tuzayotganimizda o'zimizni fikrimizni to'g'ri yetkazib berishimizda i'robni juda katta o'rni bor. Masalan, bitta i'robni o'zgarishligi bilan gapni butun ma'nosi o'zgarib ketib qolishi mumkin. Misol uchun rafda turgan so'zni agar biz nasbda yoki jarda, ya'ni dommali oxiri u bilan o'qiladigan so'zni kitabunni bir o'rinda kitaban deb qo'ysak yoki kitabin deb qo'ysak, gohida shunchaki xato bo'ladi, gohida esa ma'noga ta'sir qiladigan darajada xato bo'lishi mumkin. Bunga misollardan bitta misol keltirsak bo'ladi. Masalan,
nahvda ko'p keladigan misollardan biri. Xo'p, bir kishi keldi, qozini oldiga masalan bir kishi keldida ana qotilu g'ulamaka dedi. Yana biri keldida ana qotilu g'ulamika dedi. Ikkalasini ma'nosi bir xil. Men seni xizmatchingni o'ldirib qo'ydim deb tushuniladi zohiran tashqaridan qaraganda. Lekin nahvda bitta qoida bor. Qotil so'zi bu ismi fa'il deyiladi, ya'ni fe'lni bajaruvchisining nomi. Ismi fa'ildan keyin kelayotgan so'z agar unga izofa qilinadigan bo'lsa, ya'ni qotilu g'ulamika bo'lib keladigan bo'lsa, bu ish harakat bajarib bo'lingan bo'ladi. Ya'ni men seni yordamchingni o'ldirib qo'ydim o'tgan zamonda. Agar ismi fa'ildan keyin kelayotgan so'z nasb i'robida, ya'ni fathali bo'lib, unga maf'ulun bihi bo'lib, uni to'ldiruvchisi o'rinda kelayotgan bo'lsa, ish harakat hali bajarilmagan bo'ladi. Men seni g'ulomingni, yordamchingni qotiliman, ya'ni endi o'ldiraman, hali o'ldirmadim, o'ldirib qo'yishim mumkin kabi mazmunda tushuniladi. Shunda agar o'sha hukm chiqaruvchi odam nahvni bilmaydigan bo'lsa, ikkalasini ham jazolashi mumkin. Nahvni biladigan bo'lsa, anglab aytadiki, birinchi qotilu g'ulamika deyotgan odam bu ishni bajarib bo'lgan. Qotilun g'ulamaka deyotgan odam bo'lsa, hali bu ishni bajarmagan, endi bajarmoqchi. Mana i'rob o'zgarishi bilan ma'noni o'zgarishiga yana bitta mashhur misolni ko'rsak bo'ladi. Arab tilida taajjub degan narsa bor. Ya'ni taajjubni ishlatiladigan so'zlari boshida ma bilan boshlanadi, undan keyingi fe'l af'ala vaznida bo'lib, undan keyin maf'ulun bihi kelishi kerak. Bu nahvdagi qoidalar. Agar harakatlari o'zgarsa, bu taajjub bo'lmaydi buni ma'nosi. Masalan, deylik, ma ahsana samaa desak, oxiri a bilan osmon naqadar go'zal degan bo'lamiz. Va bu taajjub uslubi. Agar shuni harakatlarini o'zgartirib, ma ahsanu samai desak, osmonning nimasi chiroyli degan bo'lib qolamiz-da. Ya'ni ma'no teskari ma'noga o'zgaryapti. Ma ahsana samaa, osmon naqadar go'zal. Ma ahsanu samai, osmonning nimasi go'zal? Bitta i'robdagi harakatni o'zgarishi bilan butun ma'no teskari ma'noga o'zgarib ketyapti. Bu kabi juda ham ko'p misollar bor. Hozir endi aynan yodimga kelmayapti, lekin bitta harakatni o'zgarishligi bilan butun ma'no o'zgarib ketib qolishi mumkin. Shu e'tibordan nahvni va aynan i'rob, ya'ni so'zlarning oxirlaridagi bo'ladigan o'zgarishlarni qanday bo'lishi va qanaqa o'zgarish bo'lsa ma'no qanday bo'lib qolishini bilish bu sohani o'rganayotgan, arab tilini o'rganayotganlar uchun muhim sanaladi, lekin albatta o'z o'rnida. Ya'ni biz yangi boshlagan o'quvchiga boshidanoq bu narsani aytadigan bo'lsak, o'quvchi juda ham qiynalib qoladi, sarosimaga tushib qoladi. Xuddi menga o'xshab hozir arab tilini o'rganishni boshlayotgandim, ustozdan hozir qo'rqib ketibman. Shuncha narsasi bor ekan deb. O'sha boya aytganingizdek, qiyinmi desa, mana shu etaplari qiyin, lekin buni boshidan o'rganilmaydi. Bu etapga kelgan odamga bu oson. Ya'ni bitta ikkita nahv kitoblarini o'qib, tarjimalar bilan shug'ullanib, til haqida umumiy xulosalarga ega bo'lgan odamga bu ma'lumotlar oson. Endi boshlayotgan odamga bu qiyin. Boya aytganingizdek, arab tili qiyinmi desa, bu nisbiy. Boshlayotgan odamga qoidalar qiyin. Lekin boshlayotgan odamga agar biz tarjima uchun matnlar bersak, so'z boyligini oshirish bilan shug'ullansak, qoidalarni sodda qilib bersak, osondan murakkablashib boraveradi, qiyinligini o qadar sezmaydi. Boshidanoq hozirgidagi qoidalarni qoida qilib o'tadigan bo'lsak, albatta qiyin tuyuladi. O'zi rosa ko'p savollarimiz bor. Ustozim, arab tilida eshitish o'rni qanchalik? Eshitib ham o'rgansa bo'ladimi? Men masalan, ko'pchilik yetib kelolmaydi, poytaxtda ko'p ilm rivojlangan deyshadi-ku o'zi. Yetib kelolmaydi o'quv markazlariga, onlayn o'rganmoqchi bo'ladi ko'pincha arab tilini va bu qanchadir muddat davom etadi. Oxirigacha olib boradiganlar juda ham kam bo'ladi. Keyin uyda o'zi o'rganish qolib qoladi odam. Balkim moddiyat sabab, balkim har xil sabablarga anaqa eshitib o'rgansa bo'ladimi? Men masalan turk tilini to'g'risini aytsam Dizilidan o'rganganman, ya'ni seriallardan o'rganganman. Hozir qanchadir termin atama, qaysidir kasbga oid atamalar bo'lsa, tushuna olaman-da. O'shalarni bilmasam ham 80% tushuna olaman, ular nima deyotganini. Arab tilida ham shunaqa narsa qilsa bo'ladimi? Xo'p, arab tilida eshitishning o'rni bor, eshitish kerak albatta. Til o'rganishda yordam beradi. O'sha eshitish, istima'.
xoh video ko'rish bo'lsin, xoh audiolarni eshitish bo'lsin, lekin buni o'zi bilan arab tilini o'rganib bo'lmaydi, mustaqil o'rganib bo'lmaydi. Buni bitta zo'r misoli bor. Bir necha yillar oldin balki sizlar ham ko'rgandirsizlar, bilgandirsizlar, ba'zi kitoblar chiqdi. Hozir nomini aytib o'tirishimiz shart emas. Ba'zi kitoblar chiqdi, shunaqa va'dalar bilan 6 oyda eshitish orqali arab tilini o'rganing. Audiolar orqali men o'z bevosita adashib qisman nima deydi, ovozlashtirish ishlarida qatnashib qolganman, lekin aytganman, bu noto'g'ri bo'lib qotgan ishlar, buni o'zi bilan o'rganib bo'lmaydi. Sam yo siz ovozlashtirib beravering, bizni yaxshi rejalarimiz bor deyishgan. Mayli deb, ya'ni ovozlashtirishda ham o'sha Alloh qodir qilgancha xatolarni to'g'rilab to'g'ri o'qib berganman, lekin bu va'dani men bermaganman va bir necha yil o'tdi, o'sha narsa loyiha yo'qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi va hech kimni ko'rmadim. Mana shu kitobdan men eshitib turib arab tilini o'rganib oldim, mana endi zo'r gaplasha olyapman degan odam bironta ham chiqmadi. Bu chiqishi ham ya'ni imkonsiz. O'rganishi bir qismiligicha qoladi. Bir qismiligicha qoladi. Til o'rganishning bitta bosqichi, bir qismi. Bu bo'lib ham boya aytganimizdek, yosh bola emas, o'rta yosh, kattaroq yoshdagi insonni oladigan bo'lsak, to'g'ri, qanchadir miqdorda tushuna olishi mumkin, lekin bu degani o'rganib bo'lmaydi. Mustaqil o'rganib bo'lmaydi. Til o'rganib oldi va eshitishi o'zi bilan, xudan siz aytgandek, turk tilida serial ko'rib, yurib, turk tilini o'rganib olgandek, arab tilida imkonsiz deb o'ylayman. Balki bordir, lekin men shu 10 yildan oshiq ta'lim olishni boshlashimdan deylik 20 yildan beri shuni ichida yurgan bo'lsam, bironta odam, men hech qanaqa kitob o'qimadim yoki ustoz siz ko'rganmisiz, bironta kitobdan, bironta ustozdan ta'lim olmadim. Illoki 100% faqat eshitish orqali arab tilini zo'r o'rgandim degani bo'lmagan. Lekin qanaqasi bo'lgan desak, arab tilini kitoblardan, ustozlardan dars olib yurib, eshitish orqali yanada mukammallashtirib, darajasini o'stirgan o'quvchilar bor va bu albatta kerakli omillardan, kerakli ko'nikmalardan hisoblanadi. Eshitib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish albatta muhim hisoblanadi. Siz aytgandagi uslubda, ya'ni faqat eshitish orqali men balon darajaga erishdim deganni men ham uchratmaganman, lekin yana bitta narsa bor. Bolalarda hali yosh bolali paytda hozir ko'ryapmiz, ruscha kontentlar, inglizcha kontentlar ko'rib, o'sha tilda ya'ni ba'ziviy so'zlarni bemalol gapira oladigan, даже ya'ni shunaqa bo'lyaptiki, bez aksent gapirishyapti-da. Ya'ni rus tilida xuddi ruslardek gapirishyapti, inglizcha atamalarni aytsa xuddi inglizlardek aytishyapti u narsani. Mana shu narsani men keyin fikrim kelib qoldi, agarda shuni arabcha kontentlarga, arabcha multfilmlarga agar o'zgartirsak, shuni xuddi shu anaqani ola olarmikanmiz? Mayli, mukammal bo'lmasa ham, ya'ni o'sha ba'zi o'sha ranglar, hayvonlar, boshqalar shu qisqa gaplarda shu narsaga erisha olarmikanmiz degan tushuncha kelyapti. Shunga nima deysiz? Agar bunaqa tarafdan yondashadigan bo'lsak, mana siz boya bergan savolingizda kattalarga va eshitishi o'zi bilan til o'rgansa bo'ladimi? Ya'ni savolning mohiyati shundan iborat edi. Endi savolni biroz o'zgartiradigan bo'lsak, eshitib tushunish, umuman eshitish yoki til o'rganishdagi eshitishning ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, ustoz aytganlaridek, yoshiga, darajasiga mos qilib turib, o'sha masalan ingliz tilidagi, rus tilidagi kontentlarni oladigan bo'lsak, bolalarni nima deydi, ongiga tez singadigan, ularga mos bo'lgan kontentlar bilan ishlab borilganda, ya'ni darajaviy, tizimli desak bo'ladi. Ingliz tilida ham haligi bolalar nimaydi, haligi baby sharkmada o'shalarni ko'rib, kichkina bolalar o'sha ingliz tilida nutq qila boshlaydi. Endi bitta misol aytdim. Men o'zim ko'rganman, jiyanlarimda, farzandlarimda bu narsa yaxshi natija bergan. Arab tilida ham shu narsani qilsa bo'ladi. Faqat o'sha bosqichma-bosqichli qilib, hozir aytganingizdek ranglarmi, hayvonlarmi, o'sha kids guruhlarida o'tiladi-yu. Shunaqa qilib boshlab turib, bu nimaga yordam beradi? Nutq to'g'rilashga, o'sha aksent deymiz, arab tilidagi aksentlar, nutqlar ravon bo'lishi, chiroyli chiqishi, so'zlarni oson tushunish va o'sha arab tilini mohiyatini, ya'ni arab tilini o'zini his qilish, mana til tashqaridan o'rganish bor, uni his qilib o'rganish bor. Buni arabcha aytsak zavqul lug'at desak bo'ladi. Ya'ni eshitib yurgan odam
eshitmasdan faqat kitob o'qib yurgan odamdan ko'ra tilga yaqinroq bo'ladida. Qanaqadir tilni his qilishi osonroq bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. Bu jihatdan albatta buni ta'limda qo'llasa bo'ladi va buni qo'llash tarafdoriman. Shu o'zim farzandlarimda, jiyanlarimda, o'quvchilarda ko'p ko'rganman, natijasini ham ko'rganman. Ya'ni arab tilini o'rgatishda istimadan, ya'ni eshitish yoki bo'lmasa o'sha filmlar ko'rish qismi til o'rganishni bevosita bir bosqichi sifatida, bir jarayoni sifatida qo'llasak, albatta foydasi katta bo'ladi deb o'ylayman. Mana hozir joyi kelib qolgan ekan. O'zi u eng yaxshi ko'rgan savolim mani bu bolalarni til o'rganishiga oid bo'lgan savol. Necha yoshdan o'rgatgan ma'qul o'zi? Hammaga bitta berib ko'ramiz. Hammani fikri muhim. Balkim o'rta bitta yo'lini toparmiz. Xo'p. Endi o'rgatish deganda boshlash demoqchi. Boshlash desak mana, o'rgatish boshqa, boshlash boshqa. Boshlashni o'ta kichkina, masalan, gapni tushuna oladigan yoshidan ham boshlasa bo'ladi. Boshlash deganda qanaqa? Hozir aytganimizdek, o'zini yoshiga mos arabcha multfilmlar, arabcha qanaqadir kontentlar qo'yib berish orqali yoki biladiganlar bo'lsa oilada arabcha gapirish orqali, narsalarning nomini arabcha aytirish orqali. Misol uchun 3 yoshda bemalol 3 yoshli bola o'zbek tilidagi so'zlarni qanaqa o'rgansa, o'zimda bo'lgan misol, o'sha bolalarimga yoshligidan arabcha haligi tana a'zolari, mevalar va hokazolarni qo'yib berardim. Oson yodlab olishardi. Bemalol aytib berishardi. 2-3 yoshdan ham boshlasa bo'ladi. Lekin o'rgatish deganda siz bolani o'tkazib olib, oldiga kitob qo'yib, qoidadan yoki so'zlarni o'tirib sano qilib yodlatishdan boshlasangiz, bola zerikib qoladi, qiynalib qoladi va bu aks ta'sir qilib qolishi mumkin. Demak, boshlash deganda men o'zim tavsiya qilgan bo'lardim 3 yoshlardan boshlash, faqat to'g'ri boshlash. Bolani qiynab qo'ymasdan, to'g'ri yondashuv, to'g'ri metod bilan boshlash. Boshlansa, qancha erta boshlansa, natijasi ham shunchalik tezroq, yaxshiroq bo'ladi. Hozirda bolalarni o'sha arab tilini o'rgatishga targ'ib, ya'ni kuchaygan, ya'ni ko'pchilik bolam arab tilini o'rgansin degan, o'z umumiy xorijiy tillarni o'rganishiga davlat tarafdan ham o'zi targ'ibot kuchli bo'lyapti. Lekin ota-onalarni ko'p qismi, ya'ni hammasi ham xorijiy tillarni mukammal bilishmaydi. O'shaning uchun qanaqa tavsiya berardingiz bolasiga arab tilini o'rgatayotgan yoki umuman xorijiy til o'rgatayotgan ota-onalar bolasini qanaqa kontrol qila oladi, qanaqa qilib ularga misol uchun motivatsiya bera oladi, qanaqa qilib ular bilan hamjihatlikda ishlay oladi? Tushunarli, biroz qiyin savol, chunki ota-ona agar o'zi shu xorijiy tilni, arab tili bo'ladimi, ingliz tili, rus tili biladigan bo'lsa, farzandiga o'rgatishi yoki farzandini o'sha to'garaga berganda birga nazorat qilib, birga dars qilib kerak bo'lsa, bilmagan joylarni o'rgatib turishi juda oson va bu juda yaxshi samara beradi bolani o'rganishida. Lekin agar ota-ona bilmaydigan bo'lsa, bu biroz qiyin jarayon bo'ladi. Endi bunda nima qilish kerak? Ota-ona qo'ldan kelgancha, imkoni boricha umumiy ma'lumotlarni olib bo'lsa ham, masalan, qaysi tilni o'rganyapti? Ingliz tilimi? Ingliz tilida umumiy ma'lumotlar qanaqa? Ingliz tilida yaxshi ustoz qaysi? Birinchi bo'lib yaxshi ustozni topish, ustoz bilan aloqada bo'lib, kerak bo'lsa so'rab turib, nazorat qilib va o'zi ham o'sha ChatGPT dan foydalanibmi, o'zi izlanibmi, ozgina harakat qilish kerak bo'ladi. To'g'ri, masalan, bola o'rganayotgani uchun ota-ona o'rganib olishi kerak demaymiz, bu juda ham qiyin. Lekin ota-ona bu til haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmay turib, bola bu tilni o'rganayotgan bo'lsa, bolani o'zini qiziqishi kuchli bo'lib yoki ustozi kuchli bo'lib yaxshi o'rganib ketishi mumkin, lekin ota-ona bilan bevosita kontakt deymiz-ku, bu tilni o'rganishdagi bog'liqlik yo'q bo'lib qoladi. Bu kontaktni bog'lash uchun ota-ona bolani shu tilni o'rganayotganini to'g'ri nazorat qila olishi uchun ota-ona aytganimizdek imkoni qadar shu til haqida ma'lumotga ega bo'lib, izlanib, hech bo'lmasa bolasidan so'rash kerak. Bugun nima o'rganding? Qani mana bu narsa arab tilida yoki ingliz tilida nima deyilar ekan? Ha, shunaqa deyilar ekanmi? Zo'r. Men ham bilib oldim shunaqa deyilishini deb turib, hech bo'lmasa qiziqishini bildiradigan bo'lsa, so'rab, o'zini qiziqayotganini, shu tilga u ham befarq emasligini bildirib turadigan bo'lsa, bu bolaga yaxshi
hozirgi tilda aytganda motivatsiya bo'ladi. Man o'rganayotgan narsani ota-onam ham qiziqarkan degan tushuncha bo'ladi-da. Bor darsingni qilaver, men bilmayman, o'zing qil. Men umuman ingliz tilini bilmayman, arab tilini umuman bilmayman. Sen o'zing o'rganaver desa, bolaga bu biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bolani yaxshi bir tilni yaxshi o'rganishida albatta ota-onani ham shu tilga ehtimomi, ya'ni o'zi bilmagan taqdirda ham e'tibor qaratishi yaxshi rol o'ynaydi deb o'ylayman. Keyingi savolim sizga sefr va attanal. Juda ham ko'p beriladigan savol. Hammani qiziqtirgan savollardan bittasi. Sefr va attanal o'rtasidagi tafovut va real farqlar. Xo'p, farqlar, shakliy farqlar bor. Endi ilmiy jihatdan unaqa katta farq deya olmayman. U ham imtihon, bu ham imtihon. Faqat tuzuvchilar jihatlama oladigan bo'lsak, ya'ni attanal al-arabiy bevosita Iordaniyaga tegishli, ya'ni Iordaniya tomonidan tuzilgan tashkilot hisoblanadi. Til ko'nikmalarini baholash bo'yicha va bevosita til egalari. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, tilni mutaxassislari bor yoki til egalari bor. Ya'ni til mutaxassisi bo'lib turib ham til egasi bo'lishi mumkin. Til egasi bo'lmasdan turib til mutaxassisi bo'lishi mumkin. Demak, attanal bevosita til egalari tomonidan, ya'ni arablarning o'zi tomonidan tuzilgan. Va bu bir jihati. Ikkinchi jihatini oladigan bo'lsak, attanalda ko'proq eshitishdan tashqari, ya'ni til ko'nikmalari, bir eshitish deb xoslamaymiz, eshitib tushunish, so'zlashish, o'qib tushunish va yozish ko'nikmalaridan tashqari qoida jihati, ya'ni imlo, sarf, nahv, hatto balog'a bo'yicha ham savollar kiritilgan. Ya'ni tilni grammatik jihatiga ham ko'proq urg'u qaratilgan. Ya'ni tanal qiyinroqmi? Xo'p, qaysi jihatdan qiyin? Tushuntirishga harakat qilaman. Agar o'quvchi faqatgina til ko'nikmalarini shakllantirgan bo'lsa, tarjima va til ko'nikmalarini o'zini ustida ishlagan bo'lsa, sarf, nahv, imlo qoidalarini chuqur o'rganmagan bo'lsa, bu jihatdan qiyin. Agar talaba sarf, nahvni chuqur o'rgangan bo'lsa va shu bilan birga til ko'nikmalarini ham shakllantirgan bo'lsa, unda nisbatan osonroq ham desak bo'ladi. Chunki odamga biladigan narsasi bo'yicha savol berilsa oson bo'ladi-da. Endi yana bir jihati yozish qismida, attanalda bilamiz klaviaturada yoziladi. Sefr imtihonida esa qog'ozda qo'lda yoziladi. Agar kim klaviaturada arab harflarida matn terishni mashq qilmagan bo'lsa, tabiiyki qiyin hisoblanadi. Arab tilini oxiri bormi o'zi ustoz? Xo'p, arab tilini oxiri deganda qaysi bosqichda tugaydi o'zi arab tili? Xo'p, arab tili tugaydi deyishimiz o'zi noto'g'ri. Tugaydi deyishimiz kerak emas. Masalan, qaysidir bosqichga chiqib, o'sha bosqichda masalan arab tili bo'yicha mutaxassis qaysi bosqichda hisoblanadi? Qaysi bosqichda dars bersa bo'ladi? Qaysi bosqichda arab tilini biladigan hisoblanadi desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Lekin masalan, men o'zim ham ustoz ham bu narsani ta'kidlasalar kerak. Hozirgacha masalan biz agar o'qiymiz desak, o'zimiz ustimizda ishlaymiz desak, qancha narsamiz bor? Ustoz o'qiydigan, o'qimagan qancha kitoblarimiz bor. Bilgan sari bilmasligimiz bilib boramiz. Xuddi shunaqa arab tili go'yoki ummonga o'xshaydi. Unga shug'ullangandan keyin har kim o'ziga kerak narsani olib davom etmoqchi bo'lgan odam yana ichiga kirib davom etaveradi. Ya'ni bu narsadan tushunib qolish kerak emaski, bir chegarasi yo'q ekan, davom etaverar ekan emas. Chegarasi yo'qligi uni ichiga sho'ng'imoqchi bo'lgan, chuqurroq bilmoqchi bo'lgan odam uchun bu zavq. Davom etaveradi. Yangiliklarni ochilib kashf qilib boraveradi. Aytganimizdek, uni uslubiyatlari, sarf, nahv, balog'adagi qoidalari, adabiyotdagi, she'riyatdagi qoidalari kirib ketaveriladi. O'zi mana boya ilmlar haqida, ya'ni til ilmlari haqida gaplashdik-ku. Agar arab tilidan o'rtacha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, chegara qayerda? Sarf, nahv, mutolaa, ya'ni o'qib tarjima qilish va til ko'nikmalarini shakllantirish va o'sha sefardan yoki attanaldan B2, C1 darajani olish, bu bitta bosqich hisoblanadi. Endi haqiqiy arab tili oshiqlari uchun chegara qayerda desak, ular uchun chegara yo'q. Sarfni, nahvni tugatgandan keyin, nahvni tugatish deb bo'lmaydi. Nahvda bitta kitob o'qish bu nahvni tugatish hisoblanmaydi.
nahvdagi kitoblarni hozir sanab adog'iga yetib bo'lmaydida. Ya'ni nomlarini sanasak hozir oxirigacha yeta olmaymiz. Nahvni yaxshi bilish uchun kamida ustoz 10 tacha kitob o'qisa masalan, yuqori darajada deyapman-da. Boshlang'ichlarga mayli bitta ikkita kitob yetadi. Mutaxassis o'rtacha ustoz bo'lish uchun 3-4 ta 5 tagacha kitob nahvdan o'qigan bo'lsa, chunki nahvdagi kitoblar darajali, bosqichli bo'ladi-da. Ba'zi kitoblarda berilgan ma'lumotlar boshqa bir kitoblarda kelmagan bo'ladi, bir-birini to'ldirib boradi. Masalan, durust nahviya 1-2 ni o'qib, ajrumiyani sharhini o'qisa, keyin yuqoriroq darajali bitta kitob o'qisa, masalan, alfiya va qotirin nadami yetadi. O'rta darajadagi o'quvchiga, ustoz bo'ladigan, ustoz bo'lishini niyat qilgan talabaga bu kifoya qiladi. Lekin men nahv bo'yicha chuqur kirmoqchiman, mutaxassis bo'lmoqchiman deydigan bo'lsa, davom etaveradi. Alfiya, kofiya va hokazo yog'iga sho'ng'ib ketaveradi. Endi undan u yoqqa o'tmoqchi bo'lgan odamlarga nimalar bor desak, masalan, aruz ilmi, qofiya ilmlari, balog'a ilmlari, she'riyat ilmlari, arab tilidagi maqom deganda o'sha matnlarni she'riy shaklda yozilgan maqomlar bor, maqomat deyiladi. Va hokazo u yoqqa kirib ketaveriladi. Katta adabiyotlar, qadimgi o'sha muallaqotlar, masalan, o'sha johiliyat davrida yozilgan she'rlar, ularni ichidagi o'sha balog'iy jihatlari, uni ichidagi go'zalliklar va hokazo davom etib ketaveradi. Va arab tilida yozilgan adabiyotlar, til borasida bo'lsin, qissa, hikoyalar bo'lsin, tarix borasida, har qanday fanlarda bo'lsin, juda ham ko'p. Ya ustoz, kitob ko'rgazmalarida bo'lgansiz, masalan, Misrdagi Ma'rudul Kutub deydi, kitob ko'rgazmasida bir haftada ham aylanib tugatib bo'lmaydi, o'tdagi kitoblarni. Shu darajada katta. Biz masalan bironta Abu Sahiy bozorini tasavvur qiling, faqat kitob, xuddi shunaqa kenglikdagi joy, faqat kitob. Va hammasi deyarli hammasi arab tilida. Ya'ni shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, arab tilini chegarasi yo'q. Sho'ng'iydigan odam, davom etadigan odam davom etib, ichiga kirib, zavq olib, o'ziga kerakli manfaat foydalarini olib davom etaveradi. Lekin men ustoz bo'lmoqchiman, ustoz bo'lishim uchun qaysi daraja menga yetarli desa, agar siz markazlarda ustoz bo'lmoqchi bo'lsangiz, B2 daraja yoki bo'lmasa oliy ta'limda ustoz bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz magistratura tugatgan bo'lishingiz kerak, kamida C1 daraja bo'lishingiz kerak. Endi arab tilidan yaxshi mutaxassis bo'lmoqchiman deyilsa, C2 daraja va undan keyin yana o'zingiz bilimlaringizni doimiy o'stirib, kitoblar o'qib, ustida ishlab davom etishingiz kerak deb tavsiya qilinadi. Shu o'rinda biz ham hali arab tilini oxiri tugur, hali yarmiga ham yetmaganmiz, hali boshidamiz desak ham bo'ladi. Biz o'zimiz ham shuncha yildan beri shuni ichida yurib, hali arab tilini boshlang'ich bosqichidamiz deya olamiz bemalol. Bu mubolag'asiz, kamtarliksiz. Xuddi shunaqa biz ham hali arab tilini bo'sag'asida, arab tili dengizini bir boshida turibmiz deb ayta olamiz. Mana shu she'riyatni endi ochdingiz. Shunga ozgina kirsak, o'zi umumiy shu arab tilini o'zi eng katta go'zalliklardan bittasi desak ham bo'ladi. Shundan bir misol keltirib, mayli 3-4 ta bayt bo'lsa ham misol keltirib shuni bir sharhlab bersangiz xursand bo'lardim. Arab tili she'riyatiga keladigan bo'lsak, arab tilini eng ajralmas, muhim, go'zal jihatlaridan biri albatta arab she'riyati. Bunga endi juda ham ko'p misollar keltirsa bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan arab tili she'riyatida majoz o'laroq, ya'ni aslida o'sha so'zni ishlatib turib, ortidan boshqa ma'no ifoda qilinadigan so'zlardan eng ko'pi dengiz va kema so'zlari. Ya'ni o'zi she'riyat qanaqa bo'lgan? Arablarning o'zini yashash sharoitidan, o'zini yon atrofidagi narsalardan kelib chiqib turib, uni holatlarga qiyoslangan. Masalan, sher, arslon ko'pincha shijoat, jasorat timsoli bo'lib keladi. Va kema bilan dengiz arab she'riyatida kema insonni yo'lini, yurayotgan yo'lini ifodalasa, dengiz hayotda bo'ladigan mashaqqatlarni bildiradi. Ya'ni dengiz to'lqinli bo'ladi, oxiri ko'rinmaydi va hokazo. Biz yurayotgan, ya'ni hayot dengiz deydigan bo'lsak, biz kemamiz go'yoki. Shuni ifodalaydigan Mutanabbiyni bitta zo'r bayti bor, she'rning ichidagi bayt.
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ya'ni inson xohlayotgan hamma narsasiga ham erisha olmaydi. Ya'ni inson o'zi xohlagan hamma narsasiga ham erisha olmasligi mumkin. Ya'ni biz hayotda maqsadlarimiz bo'ladi, rejalarimiz, orzularimiz bo'ladi, lekin hammasiga ham erisha olmasligimiz mumkin. Nega desa, tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Ya'ni gohida shamollar kemalar xohlamayotgan tarafga qarab esadi. Bilamiz, kemani tasavvur qilaylik, qadim zamonda yelkanli kemalar bo'lgan va bevosita kemani yurishi shamol yo'nalishiga qarab bo'lgan. Biz kemani boshqarayotganimiz bilan shamolni biz boshqara olmaymiz. Demak, bunda nima qilish kerak? Gohida shunchaki taslim bo'lish kerak. Ya'ni qadarga rozi bo'lib qo'yish kerak bo'ladi. Endi xuddi shu so'zlarni yana bir shoir, boshqa bir shoir shu so'zlarni olib turib o'ziga moslab quyidagicha bayt bitgan. Aytadiki, bu shoir, boshqa bir shoir aytadiki, tajrir riyahu bima tashtahi safinatuna fa nahnu ar-riyahu wa nahnu al-bahru was-sufunu. Juda ham bir ilhomlanib qat'iyat bilan aytadiki, shamollar bizni kema xohlagan tarafga qarab esadi. Zero shamol ham bizmiz. Dengiz ham biz, kemalar ham o'zimiz deb aytadi. Demak, bu baytlar o'sha pozitiv kayfiyatda, ya'ni yuqori ishonch kayfiyatida, optimist bo'lmasdan turib, yuqori ishonch bilan aytilgan she'r hisoblanadi. Yana bir shoir ikkalasini jamlab turib juda ham bir chiroyli bayt aytgan. Aytadiki, tajrir riyahu bima sha'al ilahu laha. Lillahi nahnu wa mawjul bahri was-sufunu. Ya'ni shamollar yaratgan qanday xohlasa shunday esadi. Ya'ni yaratgan shamollarni qanday estirsa, mana shunday esadi. Biz ham unikimiz. Dengiz mavjlari ham uniki va kemalar ham unikidir. Bu yerda endi taqdirga ishonch bor. Alloh taologa ishongan holda bizni taqdirimiz, kelayotgan shamol ham Allohdan, dengiz mavji ham uni xohishiga binoan bo'ladi va biz unda bo'lib turgan kemalar ham uniki. Biz taqdirga 3 xil ko'rinishda. Bitta holatni 3 xil ko'rinishi. Ya'ni biz hayot mashaqqatlari aro yurar ekanmiz, biz qanaqa holatda bo'lamiz? Butunlay pessimist bo'lib, ya'ni bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi deyishimiz mumkin. O'sha tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Biz aslida mana buni xohlayapmiz, lekin shamol bunaqasiga esyapti, nima qilamiz endi deyishimiz mumkin. Yoki yo'q, biz shamolni ham biz kerak bo'lsa boshqara olamiz deb turib, shunaqa qat'iyat bilan, shunaqa pozitsiyada turish mumkin. Yoki bo'lmasam taqdirga tan bergan, lekin ichimizda ishonch yo'qotmagan holatda nima bo'lsa ham hammasi Allohdan bo'lyapti, lekin biz yaxshilikka umid qilamiz degan holatda turishimiz mumkinligini mana shu 3 ta bayt misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Arab tilidagi markazlarni bilamiz. Mana sizning ham o'quv markazingiz bor va bir qancha o'quv markazlarini bilamiz arab tilidagi. Hozirgi arab tili markazlarining asosiy muammolari, ya'ni xatolari nimada deb bilasiz? Ya'ni bular aytmoqchilarki, ingliz tili hozir o'quv markazlari oxirgi algoritmga yetib kelganda, deyarli hammasi katta o'quv markazidan tortib ingliz tili oddiy repetitorigacha deyarli bir xil algoritmni ingliz tilini o'rgatadi. Ya'ni ular o'sha algoritmni topishgan. Ya'ni bir xil uslubda ketadi. Lekin arab tili o'quv markazlari bir ustoz bunaqa, bir ustoz bunaqa, bir ustoz bunaqa, ya'ni aniq bir anaqani ushlamagan. Hali ya'ni o'shandagi muammolar nimada deb o'ylaysiz? Ayni siz tarafingizdan qaraganda. Bu o'zi ancha og'riqli nuqta hammamiz uchun. Arab tili o'rgatayotgan ustozlar uchun ham, o'rganayotgan o'rganuvchilar, talabalar uchun ham kattaroq miqyosda o'quv markazlari, hatto tan olamiz, oliy ta'lim arab tilini o'rgatayotgan universitetlarda ham bu muammo hisoblanadi. Va bu muammoni sababi bir necha nuqtalarga borib taqaladi deb o'ylayman. Ulardan biri ingliz tilini o'rganishda asosan maqsad bitta bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikning maqsadini so'ralsa, bitta nuqtaga olib boradi. Shu til bilib pul topish, shu til orqali shu IELTS olib qaysidir
davlatlarda, chet davlatlarida, g'arb davlatlarida asosan ishlash yoki asosan shu til orqali pul topish niyati bo'ladi. Bu birinchi omil. Arab tilidachi shunaqalarsa yo'qmi? Arab tilida ham bor. Arab tilini o'rganib turib ham, arab tilini bilish orqali ham kasb qilsa bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Lekin bu maqsadlardan biri. Arab tilini o'rganishda maqsadlar turlichaligi bu birinchi omil. Ya'ni ingliz tilini o'rganishdagi maqsad ko'pincha bir xil, oxiri bir xil bo'ladi. Masalan, kimdir o'zi qiziqib o'rgansa ham, uni bilish orqali erishishi mumkin bo'lgan narsasi ko'proq moddiy yoki kasbiy faoliyat hisoblanadi. Moddiy manfaat, kasbiy bir reputatsiya hisoblanadi. Lekin arab tilini o'rganishda bundan tashqari boshqa motivlar ham bor, boshqa omillar ham bor. Bu birinchi sabab. Ya'ni o'rganish yo'nalishlarining turli bo'lishini sabablaridan biri arab tilini o'rganishdagi maqsadlar turli xil, bir necha xil bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, arab tilini o'rgatishdagi uslublarning turli xilligi. Arab tili, ingliz tilida bilamiz, asosan hozirgi kunda ko'pchilik markazlarda ham ko'proq o'sha til ko'nikmalari asosiga shakllantirilgan bo'ladi. Til ko'nikmalari 4 ta ko'nikma: eshitib tushunish, gapirish, o'qib tushunish va yozish. Shu ko'nikmalarni rivojlantirish orqali shularning orasida grammatikani o'rganish bilan asosan til o'rganiladi. Lekin bizda qanaqa desak, necha yillardan beri hozir oxirgi paytlarda ancha bu narsa to'g'rilanib birlashib qoldi. Oldin 3 ta tarmoqqa, ya'ni 3 ta uslubga bo'linib qolgan edi. Ya'ni uchinchisi keng bo'lgan, oldin 2 ta qutbga go'yoki bo'linib qolgan edi. Ya'ni o'sha an'anaviy uslub yoki o'sha zamonaviy uslub deymizmi, yoki tilni, boshqa tilni qoidalariga solishtirish uslubi. Masalan, ingliz tilini oladigan bo'lsak, ingliz tili markazlarida asosan grammatika ingliz tili atamalari bo'yicha o'tiladi, to'g'rimi? Juda ham kamdan kam, masalan, qaysidir atamani o'zbek tilida, masalan, ingliz tilida endi men juda ham zo'r bilmayman, deylik subject deb aytamiz, boshqa deymiz. Ingliz tilini o'rganayotgan odamga "Ke, bugun senga ingliz tilida egani o'rgataman" demaymiz, odatda, to'g'ri? Lekin arab tili o'rganayotganlarda shu narsa shakllanib qolgan. Men bunga mutlaq qarshi emasman. Boshlanish nuqtada yangi o'rganayotgan odam uchun o'zbek tili yoki rus tili grammatikasidagi qoidalardan arab tili o'rganishda foydalanish mumkin, lekin buni asos qilib olish kerak emas. Bu bitta yo'nalish, ya'ni arab tilini mutlaq arab tilini atamalari bilan o'rganmasdan turib, faqat o'zbek yoki rus atamalarida o'rganish. Bu bitta yo'nalish bo'lib qolgan. Yoki ikkinchi yo'nalish, boshidanoq faqat arabiy atamalarni va qoidalarni o'zini, shu mubtada, xabar, sarf, nahvni o'zi bilan til ko'nikmalariga umuman e'tibor bermasdan turib o'rganish. Demak, mana shu kabi yo'nalishlar va undan keyin hozirgi zamonaviy til ko'nikmalarini shakllantirish yo'nalishi, ya'ni arablar tomonidan shu ingliz tilini o'rgatish uslublariga qiyoslangan holatda tuzib chiqilgan ta'limul lughatil arabiyya li ghayri notiqina biha deyiladi. Ya'ni arab bo'lmaganlarga arab tilini o'rgatish. Til ko'nikmalari, so'zlashuv, eshitib tushunish, zamonaviy lug'atlar orqali tilga kirib olib, keyin qoidalarni mustahkamlash yo'nalish. Demak, arab tilida hozir masalan istalgan markazga boramizmi yoki bir nechta 10 ta ustozni yig'ib kelsak, shundan masalan bir nechta ustoz bu uslubda, bir nechta ustoz bu uslubda, qolganlari boshqa uslubda dars o'tayotgan bo'lishligi mumkin. Negaki hamma o'zi ustozdan olgan yo'nalishi bo'yicha o'rgatib kelgan, dars berib kelgan. Kimdir faqat shu o'zbek tili grammatikasi asosida, ya'ni arab tilini o'rgatyapti, lekin ishlatayotgan atamalar o'zbek tilida. Oxirigacha shunda ketish meni xato deb bilaman. Foydalanish mumkin o'z o'rnida. Boshlanishida. Endi yana bitta paradoks, zo'r narsa aytadigan bo'lsam, ya'ni ajoyib, zo'r emas, ajoyib narsa aytadigan bo'lsam, bir talaba keldi, arab tilini o'rganmoqchi. Maktabda ona tilini deyarli o'qimagan. Tan olamizmi yo'qmi? Hamma ham ona tilini zo'r o'qib unga men masalan maf'ulun bihini tushuntirishim uchun men agar to'ldiruvchi deb unga o'rgatsam, men unga birinchi to'ldiruvchi nimaligini tushuntirib olishim kerak. Ya'ni men arab tili o'tishdan oldin unga ona tili o'tib olishim kerak, keyin arab tili o'tishim kerak. Agar men unga to'g'ridan-to'g'ri maf'ulun bihi deb tushuntiradigan bo'lsam, maf'ulun bihini o'zini tushuntiraman qoidasi bilan. Lekin men unga to'ldiruvchi deydigan bo'lsam, birinchi to'ldiruvchi nimaligini bilib olish kerak. Endi qachonki u talaba
maktabda yaxshi o'qigan bo'lsa, ona tilida o'qigan bo'lsa, man maf'ulun bihini tushuntirayotganda o'zbek tilidagi to'ldiruvchi bor-ku desam, ha deydi. U biladi uni to'ldirish nimaligini. O'shanga o'xshaydi. Bu uni ayni o'zi emas. Qaysidir jihatlari bilan o'xshaydi deb oson o'tib ketsam bo'ladi. Lekin o'zbek tilini umuman bilmaydigan auditoriyaga kirib olib turib, men faqat o'zbek tilidagi atamalar bilan arab tilini o'tadigan bo'lsam, o'quvchini miyasi o'sha chalkashib ketadi. U to'ldiruvchi o'zi nima, maf'ulun bihi nima, arab tilida o'zbekcha atama nima qilyapti, masalan. Oddiy misol, i'rob holatlarini oladigan bo'lsak, arab tilida so'zlarning oxirlarining o'zgarishi i'rob deyiladi. Bu 3 ta holat bo'ladi: raf, nasb, jar. Raf holatining asosiy alomati domma, nasbniki fatha, jarniki kasraligini bilamiz. Agar shuni men yangi talabaga, o'zbek tilini umuman bilmaydigan talabaga arab tilida 3 ta kelishi bor: bosh kelishi, tushum kelishi, qaratqich kelishiga desam, unga oldin shu kelishlarning mohiyatini tushuntirishim kerak. Bu bilmaydigan talabaga. Endi men o'zbek tilini zo'r biladigan talabaga tushuntiryapman. Arab tilida 3 ta kelishik bor dedim. Ha, yaxshi dedi. Bosh kelishi, tushum kelishiga, qaratqich kelishiga dedim. Ha, yaxshi dedi. Xo'p, tushum kelishigini o'zbek tilida asosiy belgisi qo'shimchasi ni qo'shimchasi. Ni qo'shimchasi. U talaba biladiki, demak, arab tilida tushum kelishigida turgan so'z, o'zi arab tilida tushum kelishi degan narsa yo'q. Nasb i'robida turgan so'zni u doim ni deb tarjima qiladi. Masalan, men unga aytsamki, zahabtu ilal madrasati sabahan desam, o'ylaydi. Maktabga tongni bordim deyaptimi? Yo bu yerda qanaqa tarjima qilamiz? Masalan, sabahan arab tilida nasb i'robida turibdi, oxiri fatha bilan. Agar biz uni tushum kelishiga deb aytsak, o'zbek tilida unga ni qo'shishimiz kerak. Demak, biz talabaga qanaqa tushuntirishimiz kerak? Agar o'zbek tilidan foydalanadigan bo'lsak ham, arab tilida raf, nasb, jar holatlari bor. Nasb holati ko'p o'rinlarda, xususan fe'ldan keyin kelganida, masalan, qara'atul kitaba deganimiz misolimizdagi kabi o'rinlarda o'zbek tilidagi tushum kelishigida turgan so'zga o'xshaydi, unga ni qo'shishimiz bilan. Lekin bu mutlaq qoida emas. Arab tilida so'zlarning qaysi i'robda turishi nahvdagi qoidalar asosida bo'ladi. Buni nahv ilmida to'liq o'rganiladi va doimo biz nasb i'robda turgan so'zni o'zbek tilida tushum kelishiga qiyoslaymiz deganimiz bilan doimo unga ni qo'shib tarjima qilavermaymiz. Yoki qaratqich kelishiga deb aytamiz biz jar holatini o'zbek tiliga qiyoslaganda. Lekin jar i'robida turgan so'zni doimo, masalan, zahabtu ilal bayti desam, uyga bordim deyman. Uyninga bordim demayman-ku, to'g'rimi? Babul bayti desam, uyning eshigi deyman. Demak, bir so'z arab tilida jar i'robida turgan bo'lsa, uni biz qaratqich kelishiga qiyoslaymiz. Ko'pincha ning deb tarjima qilganimiz uchun, lekin doimo qaratqich kelishiga, ya'ni jar i'robida turgan so'zni biz o'zbek tilidagi qaratqich kelishigidagi so'z deb ko'rib, doimo ning qo'shib tarjima qilavermaymiz deb tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Tilni qiyoslashimiz mumkin, lekin boshqa bir tilni, masalan, o'zbek tilini grammatikasidagi qoidalarga biz arab tilini solib qo'ya olmaymiz. Chunki arab tilini o'zini xususiyatlari bor, o'zini qoidalari bor. Mana bu bitta jihat. Ya'ni tilni o'rgatishda o'zbek tili yoki rus tili atamalari bilan o'rganamizmi arab tilini, yoki o'zini atamalari bilan o'rganamizmi, yoki boshidan birinchi sarfni o'qib olish kerak, keyin nahv o'qib olish kerak, keyin matn kitoblariga o'tish kerakmi, yoki oldin til haqida tushunchaga ega bo'lib, lug'at yodlab, ozgina o'sha tilda o'zini tanishtirib, gaplashib, tilni his qilib olib, keyin qoidalarga chuqur kirgan yaxshimi? Shu borada soha egalarida hali endi sekin bir to'xtamga kelinyapti. Uzoq yillar davomida u farqliligicha qolgan. Ya'ni 2 ta 3 ta yo'nalish, hozir aytganimiz o'sha an'anaviy yo'nalish yo'q. Faqatgina boshidan sarf o'qib olish kerak, keyin nahv o'qish kerak, keyin mutolaaga o'tish kerak. Shunda arab tilini zo'r o'rganadi degan yo'nalishimiz bor. Bu ham noto'g'ri emas. Bu ko'proq o'sha talaba yoshidagilar, o'qiyman deb turgan, boshqa ishi yo'q bo'lganlarga juda yaxshi ishlaydi. Chunki juda ko'p o'qish kerak, qoidalarni mustahkam o'zlashtirish kerak. Lekin hamma hozir bizning markazga kelayotganlar qanaqa boshqa joyda ishlaydi? Shu bo'sh vaqtimda arab tilini o'rganay deydi.
ortiqcha 5-6 soat dars qilishga vaqti yo'q. Yoshi kattalar bor, o'rta yoshdagilar bor, kichik yoshdagilar bor. Ularning hammasiga ham bu uslub birdek zo'r tushib ketavermaydi, zo'r natija beravermaydi. Yoki hozir aytganimiz o'zbek tili yoki rus tili grammatikasi bilan o'tadigan bo'lsak, agar ona tili o'qimagan bo'lsa yoki o'sha rus tilini ham bilmaydigan bo'lsa, bilaks ko'proq qiynaladi. Ya'ni bu atamalarni tushunib olishga ham yana ham qiynalashtirib qo'yamiz. Bu uslub ham yaxshi, qachonki agar abituriyent o'sha talaba o'z tilini yaxshi bilsa, qiyoslashimiz uchun yaxshi. Uchinchi uslubni aytadigan bo'lsak, bu o'sha zamonaviy til ko'nikmalari asosida o'sha lig'ayrin natiqina biha deb aytsak ham bo'ladi. Arab bo'lmaganlarga arab tilini o'rgatish. Bu uslub juda yaxshi, lekin buni ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Bu uslubda o'qiyotganlarda eng katta kamchilik tushuna olishadi, lekin gapirib berisha olmaydi, nimani tushunishayotganini o'zbek tiliga tarjima qilib aytib berisha olmaydi. Ya'ni ularda tarjima ko'nikmasi yaxshi shakllanmagan, yuzakroq bo'lib qolishi mumkin. Shularni hammasini birlashtirib, eng to'g'ri yechimga kelinsa, mutaxassislar birgalikda buni ustida ishlab uzoq yillar mobaynida eng munosib yechimni beradigan bo'lishsa, keyinchalik arab tili markazlari ham mana shu bitta yo'nalishni 3 ta uslubdan foydalanilgan holatda eng yaxshi samaraga olib chiqadigan bitta yo'nalishni o'zlariga dastur qiladigan bo'linsa, inshaalloh, shunda arab tili markazlari ham xuddi ingliz tili markazlarining darajasiga chiqishi mumkin deb o'ylayman. Ustoz, o'zingiz fikrlaringiz qanaqa bu borada? Menda bitta realniy case bo'ldi. 14 yosh adashmasam, bitta o'quvchim keldi. Birinchi probniy dars, ya'ni sinov darsini o'tib berdim. Keyin ya'ni yaxshi o'zlashtirdi va men o'sha o'zlashtirganini o'sha bilib, savollarimga javob berib ketdi. Keyin kechqurun otasi telefon qilyapti. Endi u Rossiyada yashab kelgan oila bo'lgani uchun telefon qilyapti. Ular ona tili jihatdan so'rashibdi-da, o'zi o'rgangan narsalarni. Bizda o'sha ism, fe'l, harf, mubtado, xabar shu qisqa tushuntirib ketamiz. O'sha narsani ona tili jihatdan so'raganda u aytib bera olmagan. Lekin u asli nimaligini tushungan. Mubtado, xabar nima, uni tushungan. Lekin uni aytib bera olmaganiga men to'xtatmoqchiman deb aytdi. Ya'ni o'g'limni anaqasi nimaga desam, oldin anaqasini ona tilini yaxshilab o'rganib olsin. Keyin arab tilini boshlaydi. Keyin men aytdim, hozir ikkita vaqt yo'qotasizlar dedim. Ya'ni arab tilini hozir boshlayversam, ona tilini bilishi kerak emas menga. Chunki buni tushunchasini ko'raman, men rus maktabida o'qigan taqdirda ham bu tushuna olyapti. Qabul qila olyapti. O'shanga davom ettiraversin deb aytdim. Mana hozir o'sha bola 5 oydan o'tgan bo'lsa, uje grammatikada B2 darajaga chiqdi, ya'ni grammatikada. Ya'ni ancha yaxshi ketyapti-da. Ya'ni umuman deyarli aralashtirmadik, ona tilidagi atamalarni deyarli aralashtirmadik. Faqat shu arab tilidagi o'zini istilohlari bilan o'rgandi-da. O'sha xuddi siz aytgan narsaga hozir tasdiqlayapti, shu narsani ko'rdik. Shu yerda ustozlarim savol, grammatika degani uchun fonetika va grammatika. Fonetika, mana ustoz yana bitta narsa, hozir ko'p markazlarda ajratish ko'rinishiga kelib qolgan. Aslida o'zi ajralmaydigan qism o'zi fonetika, grammatika va yana bitta anaqa sifrga tayinlov, muhovara degan ajratma o'zi mayli bitta mutaxassislik kurslari degan yana boshqa fonetikaning ichida ham yana mutaxassislik kurslari degan narsalar paydo bo'lyapti. O'shanga o'zi asli bu narsalar nimani ketidan bo'lyapti va qanchalik bu narsalarni bir-biridan ajratishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi. Asli fonetika ham grammatikani bir qismi-ku. Ya'ni shunga bitta izoh keltirib ketsangiz, men yana anaqa qilsam, faqatgina O'rta Osiyo davlatlarida bo'lsa kerak, ya'ni tushunmasdan turib arabcha o'qiy oladigan anaqalar auditoriya faqat O'rta Osiyo davlatlarida bo'lsa kerak. Chunki Yevropa davlatlarida arab tilini o'rganaman desa, boshidan boshlab turib ma'nosi bilan o'rganadi-da. Buni ko'p eshitganman. Chunki men o'zim ham misol uchun fransuz odam bilan gaplashib qolganimda, u odam shunchaki arab tilini o'rgangan va men bilan gaplasha oladi. Men aytdim, qanaqa sen asobiy o'rganganmisan? Yo'q, men shu arab tilini o'rganishim kerak ekan deb turib o'rgandim deyapti. Ya'ni ma'nosi bilan o'rgangan. Bizda ajratish degan narsa kuchli bo'lib qolgan, ya'ni fonetika yo'nalishi boshqa, grammatikaning yo'nalishi boshqa degan narsa bo'lib qolgan. Shunga bir izoh berib ketsangiz.
Shunaqa, bu ham o'sha boyagi aytganlarimizga borib taqaladi. Bizda o'sha til o'rganish deganda, misol uchun ingliz tilini o'rganayotgan odamda bunaqa narsa yo'q. Masalan, birinchi harflarni o'rganib olaman, zo'r talaffuz qilib olib, keyin tilga o'taman yoki ingliz tilida talaffuz zo'r qilib olsam bo'ldi degan narsa yo'q. Chunki boya aytganimizdek, maqsadlar har xil. Ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan odam bo'ldi, ingliz tilini o'rganadi. Lekin arab tilini o'rganaman deb kelayotgan odamning tushunchasi har xil. Bo'lishi mumkin arab tilini o'rganaman deb faqat o'qishni o'zini arab tilida tushunayotganlar bo'lishi mumkin-da. Arab tilida o'qishni butun arab tili deb tushunadiganlar bor. Bu birinchi, aytganimizdek birinchi sabab maqsadlarning har xilligi va o'sha bularni bo'lish dagi, ya'ni bo'lish kerakmi o'zi, bo'lish kerak emasmi deydigan bo'lsak, bo'lish mana shu taqozodan paydo bo'lgan. Ya'ni kelayotganlar, markazga kelayotganlar bilamiz. Biz o'qisak bo'ldi, shu o'qishni o'rganib olaylik, harf o'rganib olaylik deydiganlar ko'pligi, unga talab bor joyda bilamiz, taklif paydo bo'ladi. Shu talabdan kelib chiqib paydo bo'lgan. Haligi mutaxassislik kurslari deymizmi, sefarga tayyorlov, bu ham o'z-o'zidan talab nuqtai nazaridan paydo bo'lgan narsalar hisoblanadi. Ya'ni o'zi arab tili aslida bir butun o'rganiladi. Bitta boshlab turib, o'shani ichida ketadi. Fonetikasi ham ichida ketadi. Faqat avvalroqda ko'proq fonetikaga yaxshiroq urg'u beriladi. Lekin fonetika o'rganish jarayonida qisman grammatika endi umumiy til o'rganishni biz hozir grammatika deb ataydigan bo'lib qolganmiz. Aslida o'zi til o'rganishni ichidagi narsalar hammasi fonetika ham, grammatika ham, uning ichida sefarga tayyorlov deb nomlaymiz. O'zi til ko'nikmalarini shakllantirish aslida. Shu o'rinda bunga ham bitta urg'u qaratib ketaman. Sefarga tayyorlov deganda ko'pchilik hozir tushunyaptiki, o'sha maxsus shablonlarni yodlab, o'tgan imtihonda nima tushdi, shularni yodlab olish. O'zim o'sha imtihonlarni olishda ekspert sifatida qatnashganim uchun ham ko'p guvohi bo'lganman. Og'zaki imtihonda masalan savolni zo'r o'qib, harakatsiz bo'ladi-ku savol. U qiynalib o'qiydi-da, oxirida o'zi yodlagan narsani sharillatib aytib beradi. Go'yoki u savolni o'qib, bu savolga javob berdi-dek. Aslida savolda butunlay boshqa narsa, savolni tushunayotgani ham yo'q-da, yodlagan narsasini gapirib beryapti. Ya'ni bu umuman til o'rganish mohiyatini bilmaslikdan, shunchaki sifar olsam bo'ldi degan maqsadni qo'yishdan yuzaga keladi deb o'ylayman va boyagi ajralib qolishlar ham ya'ni insonlarda tushunchani kamligi, o'rganuvchilarda deylik, til o'rganish istagida bo'lgan talabgor insonlarda maqsadlar har xil va shunga maqsadlarga ko'ra talab har xil. O'z-o'zidan o'sha talabni qondirish maqsadida berilayotgan takliflar ham, siz o'qish o'rganmoqchimisiz, mana sizga fonetika kursimiz. Mana buncha muddat davom etadi, bemalol o'qib o'rganib olasiz. Siz o'qish bo'yicha keyin mutaxassis bo'lmoqchimisiz? Mana maxsus sizga fonetika dasturi. Sifar olmoqchimisiz? Sizga sifarga tayyorlov dasturi. Va shuni o'rtasida keyin tilni o'rganish, tarjima, umuman tilni o'rganish, buni o'rtasida nima deb nomlaymiz? Endi bunda ko'proq grammatika o'rganiladi. Buni endi grammatika deb nomlaymiz deb turib, shunaqa bosqichlarga, darajalarga bo'linish holati yuzaga kelib qolgan. Hozir menga o'xshab noldan arab tilini boshlayotganligi shuni xuddi shu anaqa ketma-ketligini aytib bersangiz. Birinchi nimani boshlash kerak, o'qish kerak, keyin nimani. Xo'p, uning uchun mana birinchi navbatda har bitta o'rganayotgan odam boyagi markazlar masalasiga qaytadigan bo'lsa, markazlarda bir narsa ko'pincha muammoga sabab bo'ladi. Muammo deganda o'sha til o'rganish jarayonini pasayishiga sabab bo'ladi. Muddat uzayib ketishiga, natija past bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu o'rganuvchilarning holati va yoshlarni inobatga olmaslik. Masalan, agar siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz yakka tartibda o'rganmoqchi bo'lsangiz, yo'q, albatta o'rgansa bo'ladi. Sizdan yoshi katta bo'lib turib ham yaxshi darajada arab tilini o'rganganlarni ko'rganmiz, ustoz. Muhimi harakat, ishtiroq. Menda 70 yosh rekord. Mashalloh. Til bo'yicha aynan. Buni ham chegarasi yo'q. Ya'ni siz bemalol xudo xolisa harakat qilsangiz o'rgana olasiz. Faqat sizni yoshingizga mosroq uslubni tanlashimiz kerak. Masalan, hozir sizni yoshingizda masalan arab tilini boshlayapsiz, sarfdan qoliplarni, vaznlarni, boblarni yodlang. Keyin nahvga o'tamiz. Keyin matn tarjima qilamiz deb turib, sizga hozir qo'lingizga sarfdan kitob bersam, masalan, sulosiy mujarrad 6 ta bob bor. Qanaqa yodlang. Sulosiy mazid 12 ta bob bor. Har birini yodlang. Men bilasizmi, o'zimda shunaqa o'quvchilar bo'lgan, 5 yillab
sarf o'qigan, lekin oddiy masalan arabcha matn bersa ikkilanib o'ylanib tarjima qiladi. Vaholanki 5 yilda bilasizmi arab tilini qanaqa darajada bemalol bir sekiga chiqadigan darajada o'rgansa bo'ladi. Albatta 5 yilda. Faqat metod noto'g'ri-da. Ha, shunaqa. Ya'ni men aytmoqchi emasman, bizga sarf kerak emas, grammatika kerak emas demoqchi emasman. Oldin tilni his qilib olish kerak. Ya'ni qanaqa siz arab tilida gap o'qib ko'rishingiz kerak, tarjima qilishingiz kerak, so'z yodlashingiz kerak, gapirib ko'rishingiz kerak, eshitib ko'rishingiz kerak. Mehr qo'yib ko'rishim kerak. Ha, siz tilga mehr qo'yganingizdan keyin men sizga o'sha sarfdagi, nahvdagi qoidani aytsam, masalan ismul fa'il degan qolip bor, fa'il vaznida yasaladi. Misoli katib desam, siz qat'idir katibuni ko'rgansiz. Katabal katibu qissatan jamilan degan gapni o'qigansiz. Katib yozuvchi, kataba fe'li yozdiligini siz oldin o'qigansiz. Juda ham oson tushunib olasiz. Uni ismi maf'uli maktubun bo'ladi desam, ha maktub o'sha yozilgan narsa maktubda deysiz, tushunib olasiz. Lekin siz umuman so'z boyligingiz yo'q, til haqida tushunchangiz yo'q, tilni hali nimaligini his qilmagan holatda siz qoidalarga kirishib ketadigan bo'lsangiz, albatta bu sizga og'ir bo'ladi, qiynalasiz. Keyin o'sha arab tili qiyin ekan, o'rgan bo'lmas ekan, 4-5 yil yurdim, hech nima olmadim deb yurasiz. Ya'ni birinchi men o'zimni tavsiyam, agar mana ikki xil bo'lib olishimiz kerak. Abituriyent yoshidagi o'sha masalan deylik, madrasalarga kirib o'qimoqchi bo'lgan, maktab bitiryapti, madrasaga topshirmoqchi masalan, yoki qisqa fursatda arab tilini qoida jihatlama ham chuqur o'rganib, mutolaasini ochib olmoqchi masalan. Ularga tavsiya qilsa bo'ladi, ular o'rgana oladi. Chunki ularni yoshi, zehni, qobiliyati, ijtihodi qabul qiladi. Lekin o'zim tavsiya qilgan bo'lardim, arab tilini o'rgatishni 3 ta darajaga bo'lib olish. Ya'ni daraja deganda o'quvchilar, o'rganuvchilarning yoshi va holatiga ko'ra. Yosh, kichik yoshdagilarga o'ziga yarasha uslub bilan, o'rta yosh, abituriyent yoshdagilarga akademik yo'nalish deylik, akademik yo'nalishda o'rgatish va undan boshqa. Har qanday o'sha o'rta yosh yoki boshqa ish bilan shug'ullanadigan, lekin qo'shimcha bo'sh vaqtda arab tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilinadigan uslub shuki, avvalo til ko'nikmalari bilan, masalan, o'sha salomlashish, o'zini tanishtirish, qisqa kichkina matnlarni o'qib tarjima qilish, lug'at yodlash bilan qaysidir bosqichga chiqib olinsa, keyin ora-orada kerak o'rinda qoidalarni qo'shib, qoidalarni ham soddadan sekin-sekin murakkablashtirib borgan holatda, keyin qaysidir darajaga chiqilgandan keyin o'sha qoidalarni haqiqiy o'z atamalari bilan, sarfdagi nomlari bilan, nahvdagi nomlari bilan chuqur kirishib o'rganilsa, mana shu uslub eng yaxshi, eng to'g'ri, yaxshi samara beradigan uslub deb hisoblayman. Ham ansaro. Ya'ni aytmoqchisizki, fonetika bosqichida ham o'sha muhovaradan ozgina, tarjimadan ozgina luqma berib ketish kerak, ozgina ko'nikma hosil bo'lishi uchun. Ko'nikma hosil bo'lishi uchun va o'sha keyingi bosqichlarga ko'prik vazifasini bajarish uchun. Xuddi shunaqa. Keyingi bosqichni boshlaganda ham, masalan, fonetika tugadi, grammatika bosqichi boshlandi deganimizda ham o'sha qoidalarni to'liqligicha emas, ozgina kerak o'rinda berib turib, keyin mustahkamlash. Chunki ba'zi qoidalar bor, yangi o'rganayotgan talabaga uni to'lig'icha sharhlaymiz desak, og'irlik qilishi mumkin. Kerak o'rinlarni, eng ko'p ishlatiladigan holatlarini, masalan, yangi o'rganayotgan talabaga biz mubtadoni doimo ma'rifa holatda keladi, ya'ni mubtado aniq holatda keladi deymiz. Lekin mubtadoni noaniq keladigan holatlari bor, xabardan keyin keladigan holatlari bor. Uni grammatikaga endi kirishgan o'quvchiga hammasini baravar aytadigan bo'lsak, og'irlik qiladi. Odatda ko'pincha al bilan keladi gapda mubtado borayotgan, u haqida biz xabar berayotgan so'zimiz o'zbek tilida egaga to'g'ri keladi. Ismiy jumlaning egasi odatda al bilan kelgan bo'ladi. Alsiz kelish holatlari ham bor, uni keyin o'rganamiz deb turib, soddalashtirib, keyin daraja yetadigan vaqtda uni mana sizga buni oldin al bilan keladi dedik. Agar mana bunday gap uslubi tuziladigan bo'lsa, biz shu narsani bir joyda bor deyotgan bo'lsak, masalan, al-kitabu alal maktabi dedik, kitob stoli ustida dedik. Shunda o'rgandingiz. Keyin bir 5-6 darsdan keyin al bilan keladi dedik. Agar biz uni
bor mavjud demoqchi bo'lsak, shu alini olib tashlab keyingi o'tkazamiz. Alal kitabi maktabun, alal maktabi kitabun, ya'ni stol ustida kitob bor degan tarjima bo'ladi deb turib berilsa, boshidanoq ikkita qoidani baravar berilgandan ko'ra biroz yengilroq bo'ladi. Ya'ni sarfdagi, nahvodagi qoidalarni til o'rganish jarayonini ichida, tarjimalarni ichida, til ko'nikmalarini shakllantirish ichida berib turib, keyin uni to'liq mustahkamlash yaxshiroq deb bilaman o'zimni ojizona fikrim bo'yicha. Lekin agar masalan qaysidir ustoz, boshqa ustozlar, boshqa mutaxassislar avvalidanoq chuqurlashtirib o'rgatilishi to'g'ri deyiladigan bo'lsa, bunga ham qarshiligimiz yo'q. Hammani o'zini uslubi bor, yo'nalishi bor. Shunga qarab turib natijalar kimdadir tezroq bo'ladi, kimdadir sekinroq bo'lsa ham mustahkamroq bo'ladi. Bu endi har bir ustozni o'zini dars o'tish uslubi, o'z ustozlaridan olgan yo'nalishiga ham bog'liq. Demak, ustoz boshlang'ich darajada boshlaydimi, qaysi darajada bo'lsa ham uni qanaqa olib ketishlik ustozga va markazni tutgan pozitsiyasiga bog'liq ekan. Ko'proq shunaqa. Chunki kelayotgan o'quvchi ya'ni ustoz u yo'llarni bosib o'tib bo'lgan odam yoki markaz u yo'llarni bosib o'tib bo'lgan. Bu yangi kelayotgan o'quvchi, siz aytyapsiz, talab taklifdan kelib chiqib bo'lyapti bu narsa aytyapsiz, lekin yangi kelayotgan o'quvchi baribir qaysi yo'nalishga ketishini u o'zi belgilamaydi. Ya'ni ustoziga qarab, ustozini hurmati, ustozini o'sha yo'nalishi, ustoz nima desa shu degan yoki markaz nima desa shu degan o'sha ergashib turib aniq qiladi-da, ya'ni belgilaydi o'zini maqsadlarini, boshqasini belgilaydi. O'shaning uchun men hozir o'ylayman, endi meni qo'shimcham o'sha fonetika bosqichida ham o'sha grammatikaga, o'sha qisqa so'zlashuvlarga va arab tilini go'zalligiga urg'u berib ketishimiz kerak bosh-boshdan degan o'sha ham sizni fikringizdan keyin shunaqa xulosaga kelyapman. Albatta, xuddi shunaqa. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman bu narsaga. Masalan, o'quvchilar aytishi mumkin, men faqat o'qishni o'rganmoqchiman, menga bu narsalar kerak emas deydigan bo'lsa, xo'p, siz shu narsalarni bilish bilan nima yutqazasiz? Masalan, shu so'zni ma'nosini ham bilib qo'ying, nima yutqazasiz? Arab tilida qisqacha o'zingizni tanishtirib, birov bilan ko'rishib qolsangiz, arab davlatlariga borib qolsangiz, masalan, hozir bemalol ham ko'pchilik umraga boradi, hajga boradi. O'sha joyda bitta bir musulmon bilan, bir boshqa bir inson bilan salom alaykum qilib o'zingizni tanishtirib, u bilan tanishishni o'rganib olishingizda sizga nima ziyon bor? Bu holat sizni o'sha fonetika o'rganishingizga hech qachon aks ta'sir qilmaydi. Balki tilga qiziqish ortgandan keyin siz fonetikani ham yana ham yaxshiroq o'rgana olasiz. Fonetikadagi ba'zi atamalar, juda ham ko'p atamalar arab tilida. Siz ularning ma'nosini bilish orqali ularning mohiyatini yana ham yaxshi anglay olasiz degan narsani o'quv markazlari ham, ustozlar ham tushuntirish kerak deb o'ylayman. Ko'p ba'zi ustozlarda aynan shu fonetikani o'zi bilan ishlaydigan ustozlarning o'zida ham shu muammo bor. O'sha sifr olsam bo'ldi, til kerak emas, men faqat fonetikadan dars o'taman. Fonetikadan dars o'tayotgan odam harf o'rganayotgan bo'lsa, baribir mohiyatni bilish kerak, chunki shu sohaning mutaxassisi. Undan mutaxassislik kutiladi-ku baribir. Albatta, xuddi shunaqa. Qoidani o'rgatayotganda undagi atamalarning mohiyatini o'rgatish uchun ham baribir o'sha tildagi shu atamalarning kelib chiqish mohiyatlarini bilish kerak. Ya'ni u fonetika o'rgatayotgan bo'lsa ham, u til o'rgatyapti. Til o'rgatish uchun unda mutaxassislik bo'lishi kerak. Yetarli darajada shu tilni bilgan bo'lishi kerak deb hisoblayman. Rahmat ustozim, juda ham manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa bu oxirgisi emas, yana taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa. Sizlarga ham rahmat kattakon. Inshaalloh Alloh manfaatli qilsin. Qo'ldan kelgancha o'z bilimlarimizni ulashishga harakat qildik. Biroz ko'proq gapira olgan bo'lsak, rozi bo'lasizlar. Inshaalloh Alloh hammamizga manfaatli qilsin. Bu yangi ochilgan loyihani butun ilm o'rganuvchilarga, xususan arab tili ixlosmandlariga foydali, manfaatli loyihalardan bo'lishini Alloh taolo nasib etsin. Juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat, sizlar ham rozi bo'linglar. Salomat bo'linglar.